Diqqat, ta'ziya. Mamlakatda qalblarni larzaga soluvchi dahshatli fojia sodir bo'ldi. 20 kishi halok bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zlari ta'ziya yo'lladi. Barcha fuqarolarni Alloh asrasin. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Siz ham o'z ta'ziyangizni yo'llash uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Pokistonda harbiy xizmatchilarni tashlab ketayotgan poyezd portlatilishi oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi va 70 kishi jarohat oldi. Portlash 24-may kuni ertalab sodir bo'lgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokistonning Kvitta shahrida sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lgani va jarohat olgani munosabati bilan Pokiston prezidenti Asif Ali Zardori va bosh vazir Shahboz Sharifga ta'ziya yo'lladi. Bu haqida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Davlat rahbari marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib, jarohatlanganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tilagan.